Davom etamiz. Yurtimiz islom madaniy merosini o'rganish va uni xalqaro miqyosda targ'ib etish borasida yana bir muhim voqeaning guvohi bo'ldi. Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markaziga Eron Islom Respublikasining Ostona Qudsi Razaviy kutubxonalar, muzeylar va hujjatlar markazi rahbari Said Jalol Husayniy boshchiligidagi delegatsiya tashrif buyurdi. Mehmonlarga markaz faoliyati, uning tarixiy ahamiyati va xalqaro ilmiy hamkorlik yo'nalishlari haqida batafsil ma'lumot berildi. Uchrashuv davomida ikki mamlakat o'rtasidagi ilmiy ma'rifiy aloqalarni mustahkamlash, nodir qo'lyozmalarni birgalikda tadqiq etish masalalari muhokama qilindi. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi Prezident Shavkat Mirziyoyevning topshiriqlari asosida dunyodagi ilg'or tajribaga ega chet el kompaniyalari, nufuzli ilmiy tadqiqot markazlari, jahonga mashhur kutubxona va muzeylar bilan hamkorlik qilmoqda. Ayniqsa davlatimiz rahbarining markazga tashrifidan so'ng xorijiy mamlakatlardagi bir qancha ilmiy ma'rifiy muassasalar, taniqli kompaniyalar va olimlarning O'zbekistonga qiziqishi yanada ortdi. Bugun O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga Eron Islom Respublikasining Ostona Qudsi Razaviy kutubxonalar, muzeylar va hujjatlar markazi rahbari Hujjatul Islom Said Jalol Husayniy boshchiligidagi hay'at tashrif buyurdi. Mehmonlarga dastlab markaz direktori Firdavs Abduxoliqov sivilizatsiya markazining tarixi, faoliyati va loyihalari haqida ma'lumot berdi. Ushbu markaz O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan barpo etilayotgani, uning asosiy maqsadi O'zbekiston zaminidan yetishib chiqqan buyuk allomalar merosini o'rganish va keng targ'ib qilish, xalqaro miqyosda mamlakatimiz tarixi, madaniyati va ma'rifiy merosini tadqiq etayotgan muassasalar va mutaxassislar bilan hamkorlik qilish ekaniga e'tibor qaratildi. Uchrashuv davomida majmuaning xalqaro aloqalar bo'yicha rahbari Ibrohim Dovudiy, Ostona Qudsi Razaviy kutubxonasining nodir qo'lyozmalar bo'limi xodimi Said Amir Mansuriy, Eron Islom Respublikasining O'zbekistondagi elchixonasi madaniyat ishlari bo'yicha maslahatchisi Amir Said Karamiy ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar tobora rivojlanib borayotganini qayd etdi. Hay'at rahbari Ostona Qudsi Razaviy majmuasida xorijiy tadqiqotchilar uchun shart-sharoitlar mavjud ekani, u yerda O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi xodimlari uchun ham barcha imkoniyatlar yaratib berilishini ma'lum qildi. Shuningdek, O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining ikkinchi qavatida O'zbekiston madaniy ma'rifiy merosini tadqiq etayotgan xorijiy tadqiqotchilar va xalqaro tashkilotchilar uchun alohida xonalar ajratilishi to'g'risida mehmonlarga ma'lumot berildi. Ta'sis markaz buzurg tamaddun islomiy. Mashhad shahridagi Ostona Qudsi Razaviy majmuasi Eronning ma'naviy ma'rifiy markazi hisoblanadi. Bu majmuani har yili mamlakatimizdan va butun dunyodan 30 milliondan ortiq kishi ziyorat qiladi. Majmua bir qator universitet, muzey va kutubxonalar, tadqiqot markazlarini o'z ichiga oladi. O'zbekistonga tashrifimiz asnosida bu yerda islom dunyosi merosining juda katta qismini saqlanishiga amin bo'ldik. So'nggi 8 yil davomida yurtingizda janob Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan asrlarga tatigulik ishlar amalga oshirilgani, ayniqsa ma'naviy merosni o'rganish va targ'ib etish borasida zalvorli qadamlar tashlanganiga guvoh bo'ldik. Mehmonlar O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga majmua fondida saqlanayotgan 13-asrga mansub satr ostida turkiy va forsiy tarjimalari bitilgan Qur'oni Karim qo'lyozmasi hamda Mirzo Ulug'bekning Ziji Jadidi Kuragoni asarining faksimili nusxalarini hadya qilishdi. O'z navbatida markaz nomidan Katta Langar Qur'oni hamda Husayn Boyqaro qalamiga mansub Divoni Husayniy qo'lyozmalarining faksimili nusxalari eronlik mehmonlarga tuhfa etildi. Dilfuza Esanova, Abror Yo'ldoshev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.